Assalamu alaikum taqsir. Qasr namazı qancha o'qiladi? Ma'lumot berib qo'yasiz bu. Namozni yangi boshlab жатқан bilmay jatam deydi. Va alaykum assalom. Qasr namazı Bağımdat namaz oşol boydan qaladi. Şam namaz oşol boydan qaladi. 3 rekat boyunca alemi, peşim, asır, kuftan namazları, kechki namazlar. Bular ne olur? 4 rekat namazı 2 rekatga qisqartasiz. 4 rekatli namazı 2 rekatga qisqartib o'qiysiz. Alemi sünnet namazlar oşol boydan to'liq o'qiladi. Qisqartmaysiz. Biroq qandaydir bir shartga байланыштуу bayagınday gün soğuk bo'lib qoladi, janingizlar shashib qoladi, darat alуу tүйүшүп bo'lib, qiyinchiliklar bo'lib qoladi. Al кезде farzды gana o'qib ketaverasiz. Eğer vaqt gene mechitlar genenchilik жылуу bolsa, shart yaxshi bolsa, sünnetni o'sha o'qib ketganingiz yaxshi. Себеби кейбир alimlarında oyu var. Saparda жүрүp sünnetni o'qibay qo'ygan o'zi sünnet deb. Biroq o'shaga keskin dalil yo'q, alimlar yo'q, iki talashga ketadi. O'sha uchun talashdan chiqish uchun imlalatgan biz o'qib qo'yganimiz yaxshiroq.